sakkizta moddiy element bor. Sakkizta moddiy element bor. Mana shu sakkizta moddiy element ifloslanishi hisobiga odamda turli xil muammolar kelib chiqadi. Ya'ni kasalliklar, taqdirida, hayotida muammolar kelib chiqadi. Bir boshdan shuni sanab o'tsak bo'ladi. Birinchisi ego deyiladi, ya'ni man. Bosh qismda bir qarich yuqorida joylashgan. Buni sezsangiz ham bo'ladi. Qo'lingizni birorta insonni boshiga qo'yib turib, yengil nima qilganingizda biomaydonda sezasiz. Mana shu man egoni markazi hisoblanadi. Ego nimani boshqaradi? Man 3 xil bo'ladi. Birinchisi shaytoniy man, ikkinchisi insoniy man, uchinchisi ilohiy man. Shaytoniy man nafsga berilgan man. Ya'ni har bittamizni o'zimizning manimiz bor. Misol uchun mana sizni ismingiz chaqirsa, man deysiz. Kasbingiz sizniki, hayotingiz sizniki, oilangiz sizniki, kim oilasi maniki deysiz. Xuddi shunday. Endi man nafsga berilgan man bo'ladi, bu shaytoniy man. Muammo keltirib chiqarmaydimi hayotda? Keltirib chiqaradi. Nafsga berilsak, harom xarishga berilsak, boshqaga berilsak muammolar bo'ladi. Insoniy man qanday man? Bu Allohning bergan shariatiga, qonun qoidalariga amal qiladigan insonlarda bu insoniy man deyiladi. Endi ilohiy manga qaysi man kiradi? Insoniyat o'zini kamolatga yetkazdirgan sari, rivojlantirgan sari shu darajaga yetishadiki, ilohiyatga yetishadi. Allohni anglab, tanib, ungacha bu. Mana shunda insoniy man ilohiy manga aylanadi. Bu daraja Allohning do'stlari, aziz avliyolar, payg'ambarlar shu darajada bo'lsa, ularda insoniy ma'ni ilohiy manga aylangan. Mana shu birinchi ruhdan keyingi birinchi unsur. Mana shunga qarab turib insoniyatda muammolar kelib chiqadi. Ikkinchi unsur ong. Ong nuqtasi mana bu joyda joylashgan. Har bitta insonda ongi bor. Misol uchun mana sizning ongingiz bor. Mani ongim bor. Bir-biriga o'xshaydimi? O'xshamaydi. Har bitta insonda o'ziga yarasha ong bo'ladi. O'ziga yarasha mana shu ongida bilimlar, ma'lumotlar joylashgan. Hop, bundan muammo kelib chiqmaydimi insonda? Kelib chiqadi. Hop, ongimiz. Agar nafsga berilgan bo'lsa, mol dunyoga berilgan bo'lsa, imonsizlikka berilgan bo'lsa, noto'g'ri ishlarga berilgan bo'lsa, bizning barcha harakatimiz shunga asoslanadi. Va natijada hayotimizda, sog'lig'imizda, taqdirimizda muammolar kelib chiqadi. Endi ongimiz toza, sog'lom, iymon, e'tiqodli, keng bilimli bo'lsa, hayotimiz boshqacha bo'ladi. Keyingisi mana bu nuqtada joylashgan, bu aql tanasi deyiladi. Aql tanasi ya'ni qanaqangi? Mana ongimizda turli xil fikrlar bor, mana misol uchun turli xil xayollar bor, fikrlar bor. Lekin xayolingizda bitta ishga mo'ljallab. Mana misol uchun hozir gaplashib o'tiribmiz, fikrimiz mana bu yerda. Mana shu aql deyiladi. Ya'ni turli xil fikrlardan jamlab turib, bitta narsaga mo'ljallab turib, shunga intilish. Plan qilib turib, bitta ideyani tanlab turib, turli xil ideyalarda shuni amalga oshiraman deyish bu aql markazining vazifasi. Endi aqlni ham qanday ishlatish hayotimizga katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni to'g'ri ishlarni qilsak, aqlimiz to'g'ri ishlarga yo'nalgan bo'lsa, hayotimiz, taqdirimiz, sog'lig'imizda muammo yo'q. Lekin noto'g'ri ketsak, muammo albatta kelib chiqadi. Keyingisi efir tanasi. Mana bu joyda joylashgan. Tomoq qismida bu ichki sekretsiya bezlarini boshqaradi. Efir qanday tana bu? Boshqacha nomi astral deyiladi. Undan oldingi sanab o'tgan 4 ta unsurimiz ruh, man, ong va aql nargi dunyoda yotadi. Moddiy bo'lmagan ruhiy olamda yotadi. Mana bu biz
mavjud bo'lgan moddiy olamimizda havo, olov, suv, yer unsurlari yotadi. Yer unsurlari, ya'ni biz tanamiz havo, olov, suv, yer unsurlaridan tashkil topgan. Efir nima? Efir bu dunyodan bu dunyoga o'tuvchi ko'prik. Ya'ni ruhiy olamdan yoki narigi parallel olamdan bu dunyoga o'tkazuvchi ko'prik. Hozir buni isbot qilamiz. Mana fikrlarimiz, mana sizni xayolingizda fikrlaringiz boshqalar bor, fikrlar bor. Fikrlar sizdan boshqa birortaga ayonmi? Ayon emas-a? Hech kimga ayon emas. Faqat siz o'zingizga ayon. Endi bu dunyoga ayon qilish uchun nima qilish kerak? Ya'ni gapirishimiz kerak. Misol uchun mana hozir mana fikrlarimni men gapiryapman. Kalom. Efir bu kalom. Kalom bilan bu dunyoga o'tkazdiryapmiz. Alloh bu dunyoni kalomi orqali yaratgan. Ya'ni kalom bu dunyoga o'tuvchi ko'prik hisoblanadi. Astral, efir. Ichki sekresiya bezlaridan tashqari sezgi organlarimizdan eshitish va nutqni efir organi boshqaradi. Undan tashqari efir vaqtni belgilaydi, makonni belgilaydi. Har bittamiz ma'lum bir makonda tug'ilganmiz, ma'lum bir makonda yashaymiz. Tanamiz ham ma'lum bir makonga ega, ya'ni prostranstvoga ega. Xuddi shunday ma'lum bir vaqtga egamiz. Umrimiz ma'lum bir vaqtga ega. Ma'lum bir vaqtda tug'ilganmiz, ma'lum bir vaqtda harakat qilyapmiz. Vaqt jarayoni ketadi. Xuddi shunday biz organizmimiz o'zi ham turli xil vaqtlar ketadi. Misol uchun o'zimizning umrimiz 70 yil, 80 yil bo'lsa, organizmimizda ba'zi bir hujayralarimiz bir kun yashaydi, ba'zi bir hujayralarimiz 10 kun yashaydi, ba'zilar umrbod, misol uchun nerv hujayralari umrbod yashaydi. Bu o'sha vaqt. Demak, efir nimani boshqaradi? Vaqtni boshqaradi, makonni boshqaradi, u dunyodan o'tuvchi ko'prik, ichki sekresiya bezlari, eshitish va nutqni boshqaradi. Muammo bo'lmaydimi? Muammo bo'ladi. Hop, nutqimiz noto'g'ri bo'lsa, g'iybatga berilsak, haqoratga berilsak, so'kinsak, turli xil bemaza gaplarni ko'proq ishlatsak, nima bo'ladi? Hayotimizda, sog'lig'imizda muammolar kelib chiqadi. Ya'ni nutqda muammolar kelib chiqadi, ovoz xunuklashadi borgan sari. Ichki sekresiya bezlari ishdan chiqishni boshlaydi. Qaysi gaplarga qarab turib. Haqorat ma'lum bir ichki sekresiya bezlarini ishdan chiqaradi. Tuhmat ma'lum bir ichki sekresiya bezlarini ishdan chiqaradi. G'iybat boshqasini, ya'ni sog'lig'imizda muammolar kelib chiqadi. Demak, sog'liqni tiklash uchun efirni joyiga keltirish kerak. Keyingi unsur havo unsuri. Havo unsuri, ya'ni efir bog'lanib o'tgandan keyin, ya'ni tovush to'lqini havoga aylanadi. Tezligi pasayadi, havoga aylanadi. Havo nimani boshqaradi? Mana bu joyda joylashgan havo nafas yo'llarini boshqaradi, qon aylanish sistemasini boshqaradi. Qon aylanish sistemasi nafas yo'llarini boshqaradi. Hayotimizda taqdirni belgilaydi. Taqdir. Har bittamizda taqdirimiz bor. Sizning taqdiringiz, meni taqdirim bor. Mana shu havo unsuri taqdirga bog'liq. Agar havo unsuri toza bo'lsa, pok bo'lsa, ifloslanmagan bo'lsa, taqdirimiz chiroyli, yo'llarimiz ochiq bo'ladi. Agar bu ifloslangan bo'lsa, ya'ni buni nima ifloslantiradi? Havo unsurini. Havo unsuri bizni sevgi, quvonchlarimuz bilan bog'liq. Har bitamizda quvonchimiz bor, o'ziga yarasha sevgimiz bor. Inson quvonishni bilsa, yaxshi ko'rishni bilsa, sevishni bilsa, taqdiri ham ochiq bo'ladi. Yo'llari ochiq bo'ladi, sog'lig'i ham joyiga keladi. Hozir sizga bitta ajoyib narsani aytib beraman. Hop, Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti bo'yicha, ma'lumoti bo'yicha 30% yer yuzidagi o'limning sababi, 30% dan oshiq o'lim sababi yurak kasalliklari. Keyingisi 1,5 milliard odam hozirgi vaqtga kelib qon bosimi bilan kasallangan. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni
30% o'lim insonlar. Bir kunda 100 ta odam o'lyapti. Urushda o'lyapti, suvga cho'kib o'lyapti, avariya bo'lib o'lyapti. Sariq kasaldan, rakdan o'lyapti, boshqa. Shularni 100 ta o'lgan odamning 30 tasi yurak kasalligidan o'lyapti. 1,5 milliard inson. Ya'ni 7 milliard deydigan bo'lsak, 6 milliard, 7 milliard, 7,5 milliard deydigan bo'lsak, 5 dan 1, har 5 kishidan bittasi qon bosimi kasali bilan kasallangan. Tasavvur qilyapsizmi dahshatni? Bu nimani bildiradi? Ya'ni qanchalar insonlar quvonishdi, sevishdi, yaxshi ko'rishdi, unutib qo'yganimizda. Biz shunchalik uzoqlashib ketganmiz. Mana yurak kasalliklarining muammosi taqdirimiz. Muammo demak bu havo unsuriga bog'liq. Undan keyingisi olov unsuri nuqtasi mana bu. Olov unsuri insonga jismoniy energiya beradi, ovqat hazm qilish sistemasini boshqaradi, jigarni boshqaradi, insonga xarakter beradi. Keyin insonni hayotda boylikka erishishi ham olov unsuriga bog'liq. Ya'ni olov unsurimiz toza bo'lsa, pok bo'lsa, demak boylikka erishishimiz oson bo'ladi. Ba'zilar osongina pul topadi. Osongina bir xilda ming harakat qilgan bilan o'xshamaydi. Ya'ni olov unsuriga bog'liq. Tozaroq. Ovqat hazm qilish sistemasi xuddi shu. Olov unsuri yaxshi ishlayotgan bo'lsa, oshqozonimiz, ovqat hazm qilishlarimiz juda ham yaxshi ishlaydi. Jigar yaxshi ishlaydi. Oshqozon osti bezi faoliyati yaxshi ishlaydi. Endi bu ifloslangan bo'lsa, ovqat hazm qilish sistemasida muammolar chiqadi, jigarda, oshqozon osti bezida muammolar chiqadi, hayotimizda muammolar chiqadi. Buni aytdim, ya'ni uchiga uylab yashayveramiz, boshqa qilamiz, hayotda o'rnimizni topolmaymiz. Buni nima ifloslantiradi? Olov unsurini ifloslantiradigan narsa bu nafrat bilan kechirmaslik. Biz qancha nafratlanganimiz sari inson qancha nafratlansa, shuncha patogenli energiya jigarga yuraveradi. Qancha kechirolmasak, ichimiz shuncha ifloslikka to'laveradi. Buning orqasidan o'sha muammolar kelib chiqaveradi. Ovqat hazm qilolmay qolamiz yoki kislotamiz oshib ketgan yoki kislotamiz pasayib ketgan, ichi qotgan, ichi o'tib ketgan, turli xil kasallik, jigarda sirroz, sariq kasalligi, oshqozon osti bezida pankreatit, sahr, ya'ni qand kasalligi, mana shular hammasi muammosi olov unsurini tartibdan, garmoniyadan chiqqan, ifloslanadi. Olov unsuri tozalansa joyiga tushadi. Keyingisi suv unsuri nuqtasi. Mana bel qismida, ya'ni buyrak zonasida hisoblanadi. Suv unsuri nimani boshqaradi? Suv unsuri seksual energiyani boshqaradi. Erkaklarda erkaklik seksual energiyasi, ayollarda ayollik seksual energiyasini boshqaradi. Bu keng ma'noda aytilyapti. Erkaklarga erkaklik jozibasini beradi. Agar bu suv unsuri zo'r bo'lsa, joyida bo'lsa, erkaklarga erkaklik seksual jozibasini beradi, ayollarga ayollik. Shunday erkaklar bor-ku, ya'ni ko'rimsiz bo'lgani bilan, ko'rimsiz, bo'ybas, boshqa bas ayollar orqasidan yuguraveradi. Shunday erkaklar bor, kelishgan, chiroyli, bo'ybadavlat birorta ayol topolmaydi. Nimaga? Suv energiyasi ifloslangan. Kuchsiz. Shunday ayollar bor, uncha chiroyli ham emas. Odmi kiyingan, yuz nima ham emas. Orqasidan erkak qolmaydi. Osongina topib qoladi. Shunday ayollar bor. Kelishgan, qaddi qomati joyida, suv joy gaplashi joyida, chiroyli kiyingan, bo'ybadavlat yigit topolmaydi. Nimaga? Chunki suv energiyasi, suv unsuri ifloslangan, toza emas, kuchsiz. Mana shu ma'noda jinsiy seksual energiya bilan, ya'ni keng ma'noda. Farzand ko'rish suv energiyasiga, suv unsuriga bog'liq. Ya'ni farzand qayerdan keladi? O'lgan inson ham narigi dunyoga ketadi, tug'iladigan farzand ham u dunyodan keladi.
Mana shu holatda suv unsuriga bog'liq. Agar suv unsuri toza bo'lsa, pok bo'lsa, koinot bilan, ilohiyat bilan garmoniyada bo'lsa, inson narigi dunyodan er xotin farzand tortib oladi. Tortib olganda ham tortib olgan. Iymon e'tiqodlik, o'qimishlik, bilimlik bo'ladigan farzand ruhini va shunaqangi farzandlar ko'radi. Endi bu ifloslangan bo'lsa, o'ta ifloslangan bo'lsa, umuman farzand topadi. Bor-ku. Nechta hodisalar bor. Davolanishadi, boshqa qilishadi, 10 yil, 15 yillab davolamagan joyi qolmadi. Erkak ham soppa-sop, ayol ham soppa-sop farzand. Ya'ni mana suv energiyasi, suv unsuri ifloslangan. Shuni hisobiga narigi dunyodan farzand topadi. Yoki tortib olgan taqdirda ham, tortib olgan taqdirda noqobil farzand tug'iladi. Mana shu. Endi oxirgisi yer. Yerdan bo'lgan unsur, ya'ni butun tanamiz. Insonni tuproqdan yaratdim deganda mana shu yer unsuri nazarda tutadi. Aslida Alloh insonni 9 ta unsurdan yaratadi. 9 ta unsurdan yaratgan. Oxirini aytib ketadi, tuproqdan yaratdim. Tuproqdan yaratdim deganda bizni butun tanamiz, ya'ni tuproqdan degani bu Mendeleyev davriy sistemasidagi tabiatda uchraydigan elementlardan tashkil topganimizni bildiradi. Endi bu nimani boshqaradi? Bu insonga gravitatsion energiya beradi. Hayotimizda o'zligimizni anglashni beradi, ya'ni mana bu hayotda yashash, ovqatlanish, yotish, turish, boshqa umuman jismoniy nimalarni ehtiyojlarimiz mana shu yerdan bo'lgan unsurga bog'liq. Bu unsur toza bo'lsa, inson hayotda o'rnini bilgan, haligi yetarli darajada mablag' topiladi, boyib ketmaydi. Boy bo'lish uchun olov unsur kuchli bo'lish kerak. Bu unsur kuchli bo'lganda u yetarli mablag' topadi. Hayotda qiynalmay yashaydi. O'zini ma'nini, o'zini yo'lini bemalol himoya qiladigan, boshqa qiladigan bo'ladi. Bu unsur ifloslangan bo'lsa, hayotda o'rin topolmaydi. Energiya juda ham kam, ma'niligini o'tkazira olmaydi, tushkunlikka tushgan, depressiyaga tushgan holatda bo'ladi va turli xil savdo xilti bo'yicha kasalliklar mana shu nimanidan kelib chiqadi, yer unsurini ifloslanganligidan kelib chiqadi. Asosiysi mana shular, mana shu unsur. Bu har bitta unsur men qisqacha qilib tushuntirdim. Juda ham ko'p nimalarga ega. Bu har bitta unsurning o'zining fizikaviy energiyalari bor. Hali mexanik energiyasi boshqa, elektr energiya, misol uchun olov elektr energiya ichimizda bo'layotgan davrga javobgar. Har bittasi o'zini nimalari bor. Qisqacha qilib tushuntirdim. Qisqacha tushuntirganda mana shu ma'lumotlar. Qadimgi tabobat, sirli tabobat mana shu unsurlarga 9 unsurga asoslangan.